Aytgancha Samir aka, dugonam ham chaqirdim. Yigiti bilan keladi. Kompashka bo'lib o'tiramiz, xo'p? Ha, bemalol. Rahmat. Ana kelishdi. Voy, o'rtoqjon, qalaysiz? Assalomu alaykum. O'rtoqjon, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yo, come on. Ha, rahmat, keldi. Yo. Sizlar tanishmisizlar? Ha, yo'q, birinchi marta ko'rishim bu odamni. Yaxshimisiz? Kechacha oila muqaddas deyotuvdisiz, boja. Shu gap shu yerda qolsin-a, boja. Marhamat, So o'tiringlar. right on the beach. Tanishganimdan xursandman. Tanishinglar, bilaman yigitim Shahruz aka. Surrendered and gave up. Tanishgandan xursandman. Boja, ismingiz jismingizga to'g'ri kelmayapti-yu. Endi sizlar tanishinglar. Bular yigitim Samir aka. Africans left no Ismingiz rosa razmeringiz ekan, boja. O'zingizga tushibdi. Samirchik. Uzr, sal kech qoldik. Shahruz akam hozirgina Dubaydan uchib keldilar. O'zi aslida Dubayda yashaydilar. Qaynatib bergan uyi Dubay deysizmi, boja? Samir aka ham aslida Istanbulda yashaydilar. Shunaqami? Siz ham Istanbulda yurgansiz, boja. Mana Shahruz akam vrachlar. 2 yil Germaniyada malaka oshirib kelganlar. Yaqinda Toshkentda shaxsiy 2 klinikalarini ochyaptilar. Kasb-hunar kollejida vrachlik fakulteti bormi, boja? Bor ekanda. Samir akam bo'lsa biznesmenlar. Ikkita zavodlari ham bor. Hammasiga o'zlari erishganlar. Yaqinda 3-chisini ham quradilar. Yomonmi? Zavodda kira qilasizmi, boja? I knew how to handle a weapon. Qarang, siz vrach ekansiz. Mani shu boshim og'rib turadi-da. Shu nimadanikin-a? Ha. Menimcha g'amiz ikkita. Yo, Eshitgancha, mana Shohruz akam BMWda yuradilar. Hozir ham BMWda keldik. Birovni olib kelganingizdan qaynotani xabari bormi? Lekin kerakda. Samir akada ham BM bor, lekin rosa kamtarlarda. Shuning uchun hozir Nexus'da yuradilar. Kibrni sindirish uchun kira ham qilib turar-a. Mana Shohruz akam tilla uzuq braslet olib kelibdilar. Tanla dedilar, o'zim ham shokka tushib qoldim. Boja yana kredit oldingizmi? Voy, qo'lingga pul ko'rinmayapti-yu. Sizga ham olib beraman, jon. Nima xafa bo'lmang. Samirchik. Страховка, boja. Chiroyli chiqdinglar, kadr. Menga ham tashib berasizmi? Обязательно. Assalomu alaykum. Menga barbekyu bor-a? O'shandan bitta. Ish qilib pulingiz bormi, boja? Sizniki to'xtamayapti-yu akasiz. Keyin bitta Men sizlarni bekorga rasmga oldimmi? To'laysizda. Yaxshi o'tiribsizlarmi aka? Rahmat. Sizlar shotinglarni to'lab qo'yishdi. Kim to'ladi? Ana kassadan oldida. Boja? Orqada qaynotamiz turibdi. Mariomi? Jonim, hozir boraman. Doim begona qizlar bilan gaplashsam palakat bo'ladi. Nima qilding? Kassoy. O'g'lim, ko'zingga qarab yursang bo'lmaydimi? Qilib beraman singlim. Uribsan mashinamni. Singlim mashinani qilib beraman. To'g'rilab beraman. Nimani to'g'rilaysan? Yangisini olib berasan. Hop. Allo jonim. Ruslan aka, men bitta chumon mashinamni urdi. Tez yetib keling. You can kick rocks if you don't like how Nima bo'ldi, jonim? Jonim, qarang, anu mashinamni orqasidan kelib urdi. Mashim. Men o'zim hal qilaman. Og'ayni Nima mumkinmi? qilaman endi? Boja? Yordamga kelishingizni bilardim. Men bilmasdim, boja. Ruslan aka, Hov, Ruslan aka, bir minutda, boja. Menga qara, jon. Bo'lar ish bu bo'pti. Pas ketmaylikda. O'zimiz ham mashinani o'zimiz qovura qolamiz. nima biz o'zimizni qilishimiz kerak? Boring, erkaksiz-ku qatorroq gapiring, duxun oling. Hozir hal qilamiz. tinchlikmi boja? Nima qilyapsiz boja? Qo'rqqanday bo'lib turing, boja. Siz kelguncha qo'rqayotgandim, endi qo'rqmayman. Yo'q, Jazor ish bo'ldi-da. hozir bir minutda. Bemalol. Bo'ldi, hal qildim. Cho'chib qo'ydi, ko'rdingmi? Cho'chitib tashladim. Nima xohlayapsan o'zi? Yangi mashina olib bersin. Ja ko'pmasmi bu? Nima ko'p bo'ladi o'zi mashinam yangi. Olib beradi-ya. Olib bersin. Hal qilaman kan ishni. Boring. Qarab tur. Ha boja, Yangi mashina olib bera olasizmi, boja? o'g'lingizgami? Tushunarli. Bo'ldi, korotchi hal qildim. Bechara bola ekan. Gaplashdim.
qiynalib yurgan bola. Yo'q, menga qizig'i yo'q. Ya endi unaqa bag'ri tosh bo'lma odamdan yaxshilik qoladi. Undan yengilroq ber. Bo'pti, yarim pulini bersin. Beradi ham kanishni, beradi. Hozir bersin. Men turibman. Boja, Labi. hal qilib qo'ydim. Gap yo'q boja. Faqat borib pulini berib yuborsangiz bo'ldi. Shuncha voqeani ko'rib, bilib turib, men pul beraman boja. Boja, men arendamni puli. Faqat iltimos, borib meni qo'limga bering. Bo'ldi boja. Ishondim. Bojamsiz-u. Rahmat. Voy, qo'rqib ketdim. Bo'ldi gaplashdimiz. Normalniy pul bo'yniga qo'yib. Beradimi, aytdingizmi, pul olib keladi? Beradi, men turibman. Voy, ketyapti-yu. Qayerga ketgan bilmaysan? Men qattan bilaman, siz gaplashdingiz-u. Menimcha uydan olib kelsa kerak. Sen mashinaga o'tirib Ayting olib kelsin. Boja, oshqozonni tugash ekansiz. 1-0 qil desa, qarab turing, kambek bo'ladi. Xotinmas. Jonim, maza qilib o'tirdik-a. Ha, mazza qildik. Endi diskotekaga boramiz. Mashinaning kaliti qani mashina? Voy jonim, men perigon chaqirib qo'ydim. Voy o'zim aqlligim ketdi. Mashinalarga perigonlar chaqirib, hayda diskotekaga ukam. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Boja. Nima? Boja deysizmi? Bojalarni Achchiq hayot qo'shig'ini qo'ying deyapman. Eshitib ketamizda. Agar xohlasangiz, tanimadingmi? Bojalarni tanimadingmi? Qo'yib beraman. Tanidim. Ichkarida qo'yin yeb suv ichmadingizmi? Yo'q, nima unaqa deyapsiz? Endi o'shandan keyin bo'ladigan ishni qilibsiz-da, perigon chaqirib. Men sizni o'ylab chaqirdim. Gayusha va sachi. Gayusha pravalarni rishon qilib, shtrafnoy plashatga tiqib yubormaydimi? Ya aka, shtrafnoyga kirmaysiz, lekin boshqa joyga tikka kirib ketasiz. Ketdingmi? Ketdik. Bugun banket bormidi, singlim? Yo'q, bugun meni tug'ilgan kunim. Ayiqcham menga Maldivga bilet olib berdilar. Ertaga biz Maldivga uchib ketamiz. Menimcha ayiqchangiz aeroportga ham chiqa olmasalar kerak. Voy, nima unaqa deyapsiz? Endi mashinaga zo'rg'a chiqdilar-yu. Ichganimi gapiryapti? Shopir aka, Ha? o'zi mom bilan yerga qaratadi deganiga bugun ishondim. Voy, hech qachon yuzingiz yerga qaramasin jonim. Endi ayiqchangiz bor-ku, osmonga ham cheriz yer qaraylar. Mana shu perigonchi bolaga bizni hayotimizni saqlab qolyapti-yu. $500 berib yubora olmayman-a? Yo, holat 5 million aka. Unda hammasi peshanada. Ha, ko'ndiraymi? Hayronman. Onasi yaxshimisan? Ha, ishdaman. Ko'rsatdingmi kim olib ketayotganimni? Kim aka? Ko'ndim. Ha, bo'pti. Tirikchilik yaxshi bo'lyapti, keyinroq gaplashamiz. O'zi jonim, bugun ichib katta xato qildim. Men bu ichib qo'yishingizni qancha kutdim-u. Sizni xatoyingiz meni yutug'im bo'lib chiqqanini qarang. Singlim, Ho, ayiqchangiz uylanganmi-la? hayotlari o'xshamagan. Ayiqchangiz ham o'zi rosa palakat odam ekanlar deb bugun ham o'xshamayapti, qarang. Ana keldik. Voy, bizni qayerga olib keldingiz? Ajalistonga? Pokistonga deysan? Ajalistonga. Nafasim ham siqilib ketyapti. Voy, kuyov. Assalomu alaykum, yaxshimisiz onam? Charchamayapsizmi? Tinchlikmi? Yo'q, kuyovingiz sizni ko'raman deb rosa iltimos qiluvdilar, o'shanga oldingizga olib keldim o'zlari. Qani? Ana mashinada o'tiribdilar. Assalomu alaykum. Yo'q. Voy. Kambek mana shunaqa bo'ladi.